Aytganlaringiz hammasini qilib bo'ldim boy aka. Assalomu alaykum boy aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Hali kiring. Boshqa Boy safar. aka, sizni boyligingiz bo'lib turib paxta qo'yishini qarang. O'zi bu temani mana shu yo'l bilan qilish kerak. Kitobida ham xuddi shunaqa yozilgan. To'g'ri aytasiz, to'g'ri boy aka. Siz ham bu narsadan bitta mahallada yashaysiz. Bilmadim endi men bunaqa narsalarga to'g'risi aqlim yetmaydi. Boy aka, million sudi narsalarga bularni qattiq aqllar aytsa, kambag'al bo'lsalar, boy aka, sizga har qanaqa mashina yarashadi. Rangini qarang, yarashib turishini o'zingizga. Assalomu alaykum. Qo'shnilar xorbeylar. Uzr shoshyaptimi? Chiqinglar. Boy aka, kambag'alga mansab desa, to'ri xaltasini yig'ishtirib, to'riga chiqib qoladi deshgan to'g'ri ekanda, video olib, mensimasdan o'tib ketishini qarang. Nima yomon gumonda bo'lasan? Ko'rib turibsan, shoshyapti. Boshqa safar qo'li ko'ksida kelib so'rashib ketadi. Hayotning qizuvligini qara. Ikkita janoza bir vaqtga bo'lib qoldi. Bittasi boy anu biznes hamkorim bor edi-yu, o'shani adasi olamdan o'tib qoldi. Ikkinchisi anu kuni rosa gapirib muhokama qilib kambag'al qo'shnim. Veliji yurgan. Ha, ana o'sha olamdan o'tib qoldi. Qaysi biriga borishni bilmayman. Boy aka, janozasiga borishingiz kerak. Oldida hamdard bo'lib turishingiz kerak. Bu qo'shnimcha, to'g'rimi-to'g'ri qo'shni bo'lsa, Bu qo'shningizga kelsa 3 kun ta'ziya. Bemalol kirib chiqaverasiz. Bandachilikda endi. o'rtoqlar, sizlarga ham sezildimi? Boyga boshqacha muomala, kambag'alga boshqacha muomala qilinadigan bo'lib qolibdimi? Kommentariyada fikrlarni qoldiringlar, storylar qo'yib, yurak chanqizarib tarqatib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Rahmat, sog' bo'linglar.